Qayerdamisizlar? Men sizlarni hamma yerdan qidirib yuribman. Demak, bugun yangi ko'rsatuv va men ushbu yangi ko'rsatuvning boshlovchisiman. Bachkanalik qilmagan. Xo'p, uzr. To'g'risini aytsam, birinchi ko'rsatuv ozgina hayajon bosyapti. Shuning uchun o'zingizlar bilasizlar, ozgina qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab yuboramiz. Qani. Oh, rahmat. Gul. Menga gul. Rahmat. Demak, bizda ilk video. Oh, montajchi. Gap yo'q. Mashina mana bunday qilsa, bunday qiladi. Bunday. Bunday. Hammani tushadi. Hammaning bunaqasi yuradi. Fakir. Apiljo't. Var. Fakir. Bu insonni tanigan bo'lsangiz kerak. Nahot tanimadingiz? Tanigansiz. Rostdan ham tanimadinglarmi? Unda mana bu filmni eslang. Agar u inson bo'lmaganda, Rocky 2 dunyo ham chempion bo'lmagan bo'lardi. Shug'ullanishni, kim sportga qarshilik qiladi? Fakir. E'tibor bersangiz, bu video lavhani yana bitta juda qiziqarli joyi bor. Apiljo't. Do'stim, apilkot emas, aperkot. Apiljo't. Ya. Rano, traktor, aperkot. Apiljo't. Aperkot. Endi bizda diqqatni tekshirish testi. Ushbu videolarning qaysi birida bizning qahramon gavdalangan? To'ppa-to'g'ri, albatta bu ikkinchi video lavhada. Qahramonimiz ustidan kulishga shoshilmang, chunki u intellektual o'yinlarning muntazam ishtirokchisi. Demak, bizda erudit show. Demak, birinchi savol. Agar siz nari chaqsa, hammani tushadi. Hammaning bunaqasi tushadi. To'g'ri. Haydovchi ortidan kelayotgan mashinani ko'rish uchun qayerga qaraydi? Yordam berish bo'lmasin. O'zbeklarning katta yog'liq noni. Fakir. Yo'q. Fakir emas, patir. Patir. Oddiy so'z-ku, patir. Fakir. Apiljo't. Aytgancha sizlar qarindosh edinglar-ku. Hozirda ushbu inson tomonidan ishlab chiqilgan strategiya o'z samarasini beryapti. Bunga misol Rio de Janeyroda o'tkazilgan yozgi olimpiada. Samba de Janeiro. Fakir. Navbat ikkinchi video lavhaga. Ushbu videoni men Bulbul xonishi deb nomladim. Qanday ta'sirli nom! Kundalik hayotimizda buni aksi kuzatiladi. Muxlislar mana bunday kuylasa, ba'zi bir xonandalar mana bunday kuylaydi. Qanday ta'sirli ovoz barchani mast qiladi. Ushbu inson katta teleloyihalar hakamlarini ham hayratda qoldirgani aniq. Shu ovozni eshitmaslik uchun nima qilish mumkin? Rahmat aka, sizga ishonaman. Sayfulla aka, sizga ishonaman. Bu ovozni qayerda qo'llash kerakligini bilaman. Menga qara, mehmonlarga olib qo'ygan konfetlarni sen yedingmi? Men yeganim yo'q konfetlaringizda. Hali shunaqami? Onasi qo'shiqni qo'yib ol. Bo'ldi. Shundoq bo'lsa, onasi o'chirib.
O'chirar, bo'ldi, tamom. O'chir. Balki duet kuylasa bilinmas. Misol uchun Michael Jackson. yoki Botir Qodirov. Boshim qotdi. Ayrıldık bizlar, seni sevgin yuchar, seni sevgin yuchar. Kallamga ajoyib fikr keldi o'rtoqlar. Seni sevgin yuchar, seni sevgin yuchar. Ayrıldık bizlar, nega? Demak, navbat 3-video lavhaga. Bu video lavhani men Made in China deb nomladim. 给你们今天来偷拍吊瓶啊，打不开就算了，尽力。 Siqilma do'stim. Keyingi yil albatta kirasan universitetga. Matiz'ni 2 barobar qimmat narxga oldim deysanmi? Gaz ballonini ham yechdingmi? Voy dura. Do'stlar, bizda yangi attraksion. Men sizlarga ushbu shishani beraman. Agar siz shu shishani sindira olsangiz, unda mendan sizga 5000 so'm. Agar sindira olmasangiz, unda siz menga 10000 so'm berasiz. 给我个酸鸡。 Yana deysanmi? Ol. Olib qol. Jabbor aka, qizingizni shu yigitga bering. Qarang, kallasi butun yigitga o'xshabdi-ku. Shuni ham sindira olmadingmi? Mana men senga ko'rsataman qanday sindirishni. O'rgan. Hayotda tavakkal qilgan yaxshi o'rtoqlar. Navbatdagi video lavhani men Ari 3-o'rinni egalladi deb nomladim. Ha, adashmadingiz, Ari 3-o'rinni egalladi. 感谢颁奖嘉宾，让我们向获奖运动员表示热烈祝贺。 Ladies and gentlemen, these top 8 gymnasts are also qualified to take part in the FIG All-Around World Cup Series. Men nazarimda qiz guldasta narxini ko'rib qolgan. Menimcha gul berayotgan oshiq yigit qizga mana bunday so'zlarni aytgan. Men oddiy yigitman. Mashinam ham yo'q. Bir xonali uyda 8 kishi turamiz. Balki bu yovuz Hind oshig'idan qochayotgan qizmi? Pyara hai, tum jana hai. Dil be jaan hai mohabbat. Ona tezroq keling, keliningizni televizorda ko'rsatishyapti. Essiz. Kenja to'yimga bunaqangi xotin olib beraman deb sira o'ylamagandim. Ona sevaman uni. Axir o'rtada muhabbat bor. Muhabbat bu buyuk tuyg'u. Navbat so'nggi video lavhaga. No. Adashmasam bu mushuk Gollywood filmlarida o'ynagan. Menga vertolyot va 5 million dollar kerak. Ammo bizda buncha pul yo'q. Qadrli opa-singillar, seriallar nima? Faqat erkaklarga yoqmaydi deb o'ylaysizlarmi? Xotin tezroq kel. Paxtakor bilan qizil qum o'ynayapti. Eshik ortida kim turganini endi bildim. Baribir yordam bermaydi senga. Rayonimizning Mamman degan yigit senga qalbini ochyapti. Servis. Nima? Navbat servisga keldi. Katta servismi? 12 ta odamli. 96 ta idishi bor. Insofing bormi o'zi?
Odatimizni oyoq osti qilyapsan. Ha? Ahmoqlik. Demak, bugungi ko'rsatuvimizning ilk soni ham o'z nihoyasiga yetdi deb barcha boshlovchilar ko'rsatuvni bir xil yakunlashadi. Ammo men ulardan mustasno. Shu uchun bugungi Xayr, salomat bo'ling. Bu boshqacha yozilgani yo'qmidi bu? Kompyuterdanmi?